Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu Ehson Qayumov fondimizni tomosha qilayotgan barcha aka-ukalarni mana shu ushbu kirib kelgan Qurban bilan barchalarni tabriklaymiz. Alloh subhanahu va taolo bayramlarni go'zal o'tkazishlikka musharraf qilsin. Hurmatli musulmon birodarlar, biz ham Allohning izni bilan mana inshaalloh sizlarga murojaat qilyapmiz. Murojaat qilishdan maqsad shuki, ertangi yaxshi amalga sizlar sababchi bo'lib qo'yinglar. Ko'rtinilganda mana shu ushbu kafeda biz ertaga inshaalloh ya'ni otalari yo'q, kam ta'minlangan muhtoj oilalarni, ya'ni yetim bolalarni inshaalloh mana shu yerda 50-60 nafar bolani xursand qilishlikka, ya'ni bularga darsni yozib bir osh qilib, bularga ya'ni ehson uyushtiryapmiz Allohning izni bilan. Birodarlar, shu mana shu ehsonimizda ba'zi xarajatlarga ehson fonda yetishmovchilik bo'lyapti. Shunga kim yetim bolani mana shu muborak kunlarda xursand qilmoqchi bo'lsa birodarlar, men qilamiz ko'p qilamiz. Soylar birodarlar, albatta bizga hozir uzoq yerdan bolalarni ikkita busda kasqam, ikkita busda olib borib kelishimiz bor va undan tashqari bularga ozmas kelgandan keyin xursandchilik ulashib o'nchalar tarqatamiz. Mana shularga kimda imkon bo'lsa birodarlar, bu biz uchun emas, balki bu mana shu elimizdagi mana shu muhtoj oilalardagi ya'ni bolachalar uchun birodarlar, yosh qizchalar bor, yosh bolalar bor. Kelib bugun mana bularni xursand qilib bayramda birodarlar. Ushbu hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytadi: agar kim bir yetimni boshini siladigan bo'lsa, ikki barmoqlarini Rasululloh shunday ko'rsatib, men maqam yonma-yon bo'ladi aytgan birodarlar. Bu degani birodarlar, bitta yetim bolani, bitta yetim qizchani birodarlar, qo'lingizdan kelsa uni paradotasini qilib, unga xursandchilik ulashib, yana uni nima hojati bor? Mana shuni qondirib, uni mana shu islomga muvofiq harakat qiladigan bo'lsak, o'zimizga ya'ni qaramog'imizga oladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning Rasuli va'da beradi, qiyomat kuni yonma-yon turadi. Dahshatli kunda birodarlar qarab qo'yinglar. Bu o'ta katta ne'mat birodar. Shuning uchun jannatda Rasululloh bilan birga bo'lishlik uchun, mana bu oxiratda birga bo'lishlik uchun nima qilish kerak desa, birdan bir sabablari shu ekan birodarlar, ya'ni yetim bolalarning boshlarini silashlik. Alloh taolo mana shunga nasib qilsin, tavfiq hidoyat bersin.